Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachani bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, mana bugun sizlar bilan uy sharoitidan kelib chiqqan holatda, demak, tovuqli lavash tayyorlaymiz. Lavashimiz juda ham mazali bo'ladi, ayniqsa uy sharoitida. Buning uchun tovuqning filisi kerak bo'ladi. Kartoshka, mayonez, bodring, pomidor, pekin karami, chesnok, ukrop. Demak, hamma mahsulotlarni ko'rsatib boraman videoda. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek kartoshkani qovurib olganmiz. Tovuqning filisi, ya'ni tovuqning lahm qismlarini, demak, qismlarini ajratib olib qovurdik. Ana endi bodringlarni ham mana shunday holatda to'g'rab olamiz. Pomidorlarni parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz azizlarim. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilib qolaman, juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Ana endi azizlarim, pekin karamidan foydalanamiz. Pekin karami yumshoqligi bilan ajralib turadi boshqa karamlarga qaraganda, shuning uchun pekin karamini tanladim. Qolgan karamlar o'zi unchalik lavashga to'g'ri kelmaydi, qattiq. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda to'g'rab olinadi. Ana endi mayonezga kelganimizda, demak 2, 3, demak 4 qoshiq mayonez. Demak katta qoshiqda 4 qoshiq mayonez soldim. Ana endi zelenlardan foydalanaman. Demak, bu yerda ukrop, ozroqgina kashnich ham bor. Yaxshilab to'g'rab olamanda mayonezga, ya'ni sousga solib yuboraman. Ana endi azizlarim, mana yaxshilab aralashtiramiz. Shu orada chesnokni ham cho'rkadan o'tkazamiz. Men ko'proqgina chesnok soldim. Chesnok o'zining hidi, ta'mi bilan boshqacha bo'ladi lavashga. Mana ko'rib turganlaringizdek uni ham solib yubordim. Azizlarim, mana shunday holatda bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday aralashtiramiz. Ana endi azizlarim, men bu lavashni do'kondan sotib oldim. Tayyor lavash. Oldin o'zim qilar edim, qo'limda yoyib qilar edim. Hozir mana shu lavashdan ham tayyorlab ko'rmoqchi bo'ldim. Shuning uchun do'kondan sotib oldim. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana kartoshkalarimizni qovurib olganmiz. Ustidan tovuqning go'shtini qo'yamiz. Ustidan yana sousni solamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek parrak-parrak to'g'ralgan pomidorni solamiz. Ustidan bodring qo'yapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek pekin karamini ham qo'ydik. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana ketchupni ham ozroqgina soldik. Xuddi konvert holatida mana shunday o'raladi. Mana tabamizga, qizib turgan tabaga mana shunday qizitib olamiz. Mana demak, tovuqli lavashimiz tayyor azizlarim. Yoqimli ishtaha. Keyingi videoroliklarga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Allohim hammamizni asrasin.